Hozir operatsiyani tugatdik. Ertalab aytganimdek, bemor jinsiy holat qiyshayishi bilan operatsiyani aytdim, misrlik olim dedim. Ichida Sher degan olim, professor shuni nimasi taklif qilgan metodi, bu qarang, buni qanday qilinadi? Bunda jinsiy holat shunday qiyshaygan, ya'ni bunday bo'lganda jinsiy holat qiyshayish shunaqa holat. Endi buni to'g'irlash uchun mana shu holatda turgan bo'lsa, kavernani ajratilgandan keyin kavernani rotatsiya qilinadi. Rotatsiya qilib to'g'ri holatga olib kelinadi. Shu metodni endi o'ylab topgan, shu metod bo'yicha operatsiya qildik. Xudo xolasa to'g'ri holatga keldi. Operatsiya payti ereksiyadan oldin sun'iy ereksiya chaqiramiz. Qiyshiqligini aniq graduslarni bilib olamiz. Operatsiyadan keyin tugatilgandan keyin yana ereksiyani chaqirib to'g'ri holatga kelib operatsiya tugatiladi.